Meyf. Burası ardı. Denizciler bir yerine haydi az kilidi. Bir yerden su ve yemeklik ili olsak bulamıkin. Men bilmeymen, bundak adam az kildiğin aralığa men zadı kep bakmagan, şundak mı Dermot? Haqiqat bo'ldi Ronga. Bu mening yangi kashfiyotim. O bütün dunyoni o'zgartiradi. Men seni qo'rqitmayman. Sen yaxshi ishlading. Ronga, ben gerpesla. Oh, Nagila basang yaxshi yordamchi chiqib qoladi, shundaqmi? Qiziqarliq asbobgan go. shundoq. Buni bilan quyosh energiyasini chiqilib bo'ladi. Andan keyin quyosh nurini aksiga qaytirib, uzun yelak taqat qilib bo'ladi. Butun dunyoga mushunda qurilma bilan uchir taqat qilib bo'ladi. Oh! Parvardigor. Albatta, ba'zida yo'linish chataq chiqib qolishi mumkin. Xudoga shukr. Sen zaxmlanmading. Meni kavob qilib qo'ygan tas qildi. Zaxmlanmadi deganni qara. Dermot! Dermot! Nega? Dermot senin kashfiyotini yoqtirmabdi, Boros. Taqdir. Men urush qo'zg'atgil tas qoldimmi nima? Qarab bakaylı. Bir nemeni buzup koyduk mu? Dermot adam kildiğinliğini sezdi. Men allaqachon kelib qolganligini sezdim. Yaxshi. Hech kim gap qilmasin. Ben General Azul bo'laman. Qarasu orolining qo'rg'uvchisi. Siz bu kimning kapitanimi? Shundaq. Bular mening matroslar. Mening ismim Sindbad. Sindbad. Muborak nomingizga barakalloh kapitan. Sizlarning bu go'zal orlinglarga buzg'unchilik qilib qo'ydik. Bizni apo qilgaysizlar. Sizning deganingiz qadimiy atvolliq o'rmon. Bizning xon jamiyati shu yerga dafn qilindi. Sizlarni falokat bosdi. Ammo yangi qurolinglarga qiziqib qoldi. Qoral? Balkim qoral qilib ishlatgili bo'lar. Ammo men unda qilishni o'ylabmi bakmadim. Uni siz kashf qilganmi? Bu Boris bo'ladi. Sizning talantingiz meni qoyil qildi. Shunga sizlarni bugun tushdan keyin o'tkaziladigan harbiy manevrga men taklif qilaman. Bizning asirga tushganligimizni his qilmadingizmi? Sizning tavakkilchilik ruhingiz ne gap? Yani siz boshqarit ekansiz Azur. Podshoh va xonishlar kamanda. Bu yerda yuz bergan fojiadan xabarimiz yo'q.
bizning qo'mondonimizni mansak deydigan tajovuzchilar o'ldirib etdi. Ular insoniy hissiyoti yo'q olg'oti kabi mashina odamlarga, ularni manzil oralidagi dushmanlarimiz evatgan. Gerçi xon va xonishlardan ayrilib qolgan bo'lsaqmi, Alloh bizni qoldirgan birdan bir cho'lpon ruhimizga kuch-quvvat beryapti. U bo'lsa-mu Malika Elira. Əmsə, u Məlikə bilan görüşsən bulam. Join us short. General, iliq nimalarni o'zining amrida saqlab nima qilamiz? Men ularni ikki qitim tutib oldim. Sindibat, Boros. Bu hujudar boş bo'ladi. Qani, bu yoqqa. Boris, u nimdir? Bilmedim. General Azor, hujdarınız mening kashfiyotimdan gapini qildi, deymi? Shundoq. U qimmat Couldn't leave such an invaluable weapon aboard your ship where Marzo's raiders might claim it. I had it taken to the palace. For its protection, of course. We appreciate your concern for its safety, Admiral, as well as the help you will surely give us when it's time to return it to the ship. My men are at your disposal. You must have very big bones. So, Firuz, we'd be honored if you'd consider our palace your... dayan xo'shal bo'lardi. Yaman emaskan. Lekin mening hamrohlarim General. Qurasu arning bo'g'si xonishi Malika Elira keldi. Sizlarni qarshi olaman. Yiroqdan kelgan mehmonlar. Hürmetli Məlikəm. Mən kapitan Sindibat bo'laman. Sizning arzu umidlaringizni o'rlashga tayyorman. Shap ichamsiz. İçime, agar burası bilan qadah ko'tarsa. Shall we sit? I would love to take part in any experiments you wish to pursue here. That would be interesting. Biz qilichimiz uloq o'tmaydi ekan. Cho'qim o'tadigan yeri bor. U kalk gelmedi. Bu yaşar ki. Ulan ne tez geldi. To'xta, saqdavatsizman.
çekindi. Ula ötkenkide kayıp oldu. Yo'qolib ketdim ha? Siz bularni qanday qo'g'latdingiz, Boris? Men rang orqali ularni ko'ramiz qo'ydim. Ko'ramagandikin. Ular albatta ketib qoldi-da. Mening sezim xatlardan derak beryapti. Sezimni to'g'ri degil bo'lmaydi. Ilm-fan bilan shug'ullanuvchi sehriga berilmaydi. Mark deganlar bizden şah ve xonishimizni shundoq o'ltirib etdi. Ular doim bizni avar qildi. Men ochasi sehr qilib otamdiki. Ular izdireksiz yo'qolib ketdi. Nega o'sirni olganda? Warrior of science. He drove the devils away. These creatures are bold, Sinbad. They must have spied upon us. They watched us unload Firuz's invention and they... Nega bo'lishi mumkin? O bizden birdan bir mudofaa qurolimiz. Mudofaa? Bu Mars araldan kelgan maxluqlar bizga hujum qilmoqchi. Bu qadimqisi keng ko'lamli hujumning muqaddimasi. Kelaqatim ular metal askarlardan texmi ko'p avatishi mumkin. Bak qo'rqinchliga. Ularning kuch karamati biznikidan ortiq ekan. Mening xalqim, davlatim ofat kutirish olib turadi. Yordamga muhtoj bo'lyaptingiz. Boris, siz yordam qilsangiz, xondonim talak bo'ladi. Boris, bu yerda qilib keling. We need a minister of science to save us. Point of fact, Minister of Science. With all due respect, Your Majesty, Firuz may not choose to stay. Lekin meni bir deb saqlab turinglar. Hammalarni tutib qilishga taklif qilamiz. Unda qilsak bo'lmasmikin? Ammo biz sizlarni baribir mang'izmaymiz. Yoki ish bo'lmaganda biz bilan Mazus Arlining to'qinishi tugigicha ketmaysizlar. Siz ham sizning hamrohlaringiz dengizga chiqsanglar xatarli. Ular sizlarni tutilishi mumkin. Undaq bo'lsa, bak qo'rqinchli bo'ladi. Yo'q. Biz Borisni tashlab ketsak bo'lmaydi. To'g'ri. Firuz, I want you to go with me back to the ship. But these people need my help. They need the help of my science. Firuz, it's not your war. They may act a little strange, but think of the heartache they've been through. Poor Malika otamizdan ayrilibdi. Ammo u qilchi mayslanmabdi. Boris. Bu yerda bir masala bodaq qiladi. Bu qitim uni digini to'g'ri Boris. Mening sezim xatardan derak beryapti. Sezimni to'g'ri degil bo'lmaydi. Ilm-fan bilan shug'ullanuvchi sehriga berilmaydi. Yo'q. Undaq deyman. Hargiz undaq emas. Kelgusida sehri deganlar yo'q bo'ladi. Faqat ilm Science and reason will rule. Reason. And Firuz. I didn't say that. Surely you can see that what I'm trying to do here is noble. Korosar is the beginning of a benevolent empire, an empire that will peacefully bring about the rule. boshqarishni Ya. ulgisi qilaman. Quloq sol. Boris. Yo'q, sen de bat. Bu fikrimga to'sqinlik qilmanglar. Men hali ilera malikiga ishonmayman, do'stim. Sen de bat. U menga muhtoj. Sizlar yaqin yurtliqlar. Uning iqtidoridan gumonlanasizlar. Yo'q, malika. O bir yerdan kassimi? Bu yergilarni baxtli qila oladi. Uning Kurasu ardini Mazus arlidagilarning hujumidan qutqizalaydigan Threat of Marzos. Well, in that case, we look forward to the ceremony.
Michael, bugun kech Dobat bilan Mazos arlig'i berib kelinglar. Hech kim sezmasin. Iya, Aran 10 dengiz miliki ekan. Mazos arlig'i? Ha. U yerga berib nima qilamiz? Ahvol uqib beramiz. Arzoyimiz amalga oshsa, men sizni so'yib qo'yaman. Baxtli kelgusimiz uchun. Unutqarli qilib qaptiman. Vaqtimiz yetsa, yangi qurolni seximizni ko'rib chiqing. Bizning simyagar sizdek bilinlik emas. O'zgartish kerak yerlarni o'zgartib qo'ying. Bu qandoq bo'g'ini? Hamiz xato bo'lib qopti-ku. Xato bo'pti. Ilmo. Orada bunda qurolning yana birisi bo'lishi kerakdi. Mazoslarning hujumidan mudofaa qilish uchun bizda qurol ko'proq bo'lishi kerak. Lekin It's just the Beamer was never intended for war. But you saw what happened with the Marsax? They will destroy us unless we have such weapons. Sizning faxrlinda biroz. Biz sizga muhtoj. Men sizga muhtoj. men sxemini o'zgartdi. Ham ularning yasashi qo'mondonlik qilay. Men shunday bo'lishini xohlayman. Bu ishlar tugaganda Ularni kutib, içimiz pishib ketdi-ku. O'g'oras, biz safarga chiqamiz. Sen nima bo'lmasa safarga chiqmaymiz. Bu uning buyrug'i. U bizni mazos arlig'i berib, tinglab kelinglar dedi. Bu bo'ladigan gapga. Amsi mangayli. Pek nachar kutish bo'ldi-ku bu. Kechlik tomoqmikan, Ronka? Yotog'imizda yaxshiroqdir. Ular Borisdan foydalanyapti, Ronka. Biz onu qayıl qilsak bo'ladi. Sen bularni yeyalamsan? Ular bizga ot go'shi beribdi. Hamma shunday paskin o'yda yetkazib qo'ydi. Men qarsam, bu yerdagilar bizni qarshi olmagandek qiladi. Men Boris bilan so'zlashib baqay. Chiqib aylanib kiramdiq. Merhamet. Keşke tamaktan huzurlanla efendim. Hey! Hey! Boros. O nerede? İşçide. men tenib qo'yay. Azil onun yardım qiladi. Meni ilmiy hukmayim. Nima ish oldi? Seni bat. Bu odam janubdan xabar akapti. To the north. Men o'tib ketib etib, Mazos araldikilarning hujum qilish tayyorlig'i turg'inni ko'rdim. Ular yana qizil nur tarqatqish asbobini bulab ketmoqchi bo'lib etibdi. Siz zaten nimlarni ko'rdingiz? Ona eg'ir yardar bo'g'inni ko'midingizmi? O jinidan ayrılg'il qilqapti. Boros. Hozir butun Qur'on araldikilar umidini sizga bog'ladi. Mazos araldikilar baqab etgan.
can't allow the good citizens of Coruscant to be exterminated. Men Kurasu ardılını qoğdayman. Biz barliq erlarni yig'ib, maxsus araldagilar hujum qilishdan ilgari hujum qilaylik. To'g'ri dedingiz, hukumat Boris. Hozir men urush oldiga kirishni buyruq qilaman. Boris. Men qaror qildim. Oh. Bana be. Melvin. Vezir cenapları, bu Mazos arılının haritisi. Boris. Urush degan o'yin emas. Avval xabarning to'g'ri xatoligini isbotlash kerak. Siz mening odamlarimni yolg'on so'zli deb gumon qilyapsiz. Boris. Bu senda bat qalayotgan so'zga turdi-ku. Kapitan çıkıp gittin. Siz vezirimden başını kaydırıp ettiniz. Boris, gapimni angla. Seni bat chiqib ket. Gapimga quloq sol, Boris. Bular menga umid bog'layotdi. Men ularni umidsiz qoldirmayman. Sen urushga qatnashmayman desang, u o'zingning ixtiyori. Eti hemralarınız bilen bir edin ketkiniz tüzük. Biz sizlerinin bir xatarliginlarga kapalet berimiz. Qasam qilamanki. Yo'q. Yo'q, Ronga. Biz jim qaytaylik. Bu Boris'nize. Qamlashtirding mana. Rahmat. Sen sening Mazos araldagi vaqtingda ne yushirg'iningni bilmay qolmasin. Sen Tom payishxonni sirib turding. Obdan rahatlangansan. İşni tamomlashdan ilgari. Neymişti? Kishilar o'lik yolg'on so'zlamaydi deb to'g'ri aytib ekan. Uni yig'ishtirib o'tinglar. Uni qahramon deb e'lon qilamiz. Endi Senbatni qanday qilishni o'ylashay. U meni kechikib qo'ydi. Xuddi keynimda marab yurgandek his qilaman. Bu panjalik taqdirdan manapmi qutlanmadi. Ular bek vahshiyga. Biz bu yerda yurgan ishlarni avval Senbatga aytib, ondan keyin Perosga aytaylik. Sizlar nega bordinglar? Endi nega ketib borsizlar? So'rasanglar maylinglar, ammo javob berish o'zimizning ish. Yo'ltinglar. Anglasam Mazos arlig'i beribsizlar. Anlığanğa işini ömeslik lazımlığını bilemsizler. Öz aldığınlar düşman bilan aloqlashdinglar, sizlar qo'lga Bu ilininglar. yerda hech qanday dushman yo'q ekan. Ularni tutinglar. İki taraftan küçük tamam neyme? Undaqa emas taqilib. Qoralındashlar. Bo'lmasa o'ltirayman. Bu ikki kalvani yer osti zindonga tashlanglar. Shundoq. Balkim gaz orqali nervini mas qilish mumkin. Sen bir yerda o'z aqlingni ishga selyapsan, Boris. Ishni ichpa desam bo'lmasmidi? Boshqalar majburlisi qanday qilyapti? Zada nima qilyapti? Aynan shishini ilvat. Oh, sen butun saroy portlatmoqchimi? Sen butun davlatni portlatmoqchi bo'lyapsan o. Men malikam uchun xizmat qilyapman. U meni yaxshi ko'rdi.
Melikan senden paylanıp O seni haqiqiy yaxshi ko'rmaydi. U faqat sening ijodiyat qobiliyatiga qiziqyotidi. Sindibatning do'sti g'asat qilishini o'ylabmi boqmabdi ekanman. Ular manapni o'ltiryapti. Uning xabar etkilishi bir ko'z bo'yamchilikka. Sening g'azablanishing menga tushunchlik. Tunji qitim meni kishida qahramon deb atashdi. Sen emas. Ular mening yordamimga muhtoj. Sen emas. Ko'zimga qara. Men seni aldab boqqanman. Bo'ldi, gap qilma, kallamni qaydirib Bu adam sirtda timiz qilib yuriydi. Ulan yatığıga kirib qo'yinglar. Seni bat. Sen bu yerda yuzbaga ishlarni bilmaysan. Bu odamlarning taqdiri mening qo'limda bo'lib qoldi. Nima falokat kuchirdinglar? Mening g'izoyigim yo'q. Sindibat, Mazos Arli bek boy aralkan. Ular bu kichik aralga qilchi qiziqmaydi ekan. Biz port qildik. U yerda hech qanday urush tayyorligi yo'q ekan. Sizlar jang bo'ladi degan gapni mo anglab boqmabdi. Ular masak odamlar haqida hech nima bilmaydi ekan. Men bir yashangan kishidan so'rab baqdim. Mening o'ylig'imdek chiqibdi. Ben so'ragan odamlarni masak deganlarni anglab boqmabdi. Hammasi yolg'on gap. Bu gaplarni Borisga aytib, urushni to'sishimiz kerak. Sirtki qarovullar unda qilib qo'ymasmikin? Biz qalayim qancha qiraylik. Dermotqini. O kemiri. Bexatar turyotdi. Guards! Guards! My friend! Oh, he's choking to death! Guards! You must help us! Guards! Yes. Olun. Muvaffaqiyat bo'ldi. Bu sarangni yana qanchalik kutamiz? Boros Mazus arını igilab qo'yganda biz uning qurolni ishlatish usulini o'rganib olamiz. U chog'da men bu zaminning podshoyi. Siz bo'lsangiz xonish bo'lasiz. Amsi Borischi. O Sindibat ham boshqa do'stlari bilan birga o'ladi. Ahvol chatoq. Boros tex o'shin yig'mayotdi. Bular bu top qildirlashgan ablahlarga. Ular xalq taxtni va xalqning mol-mulkini tortib olmoqchi. Ular jazosini tortish kerak. Borosni Azul bilan xonishdan ayirib qaytirib kelgan vaqt bo'ldi. Unda qilamaysan sen Bat. Ulan tutinglar. Ulan tutinglar. Mayfer, biz sizni qo'g'dab turaylik. Borosni qutqizing. Ma'qul. Kelişe! Boros, gibi mağna.
Ölgüsü kepti. Mayfil! Askerler, onu hep gitinler. O mazlum arıdkilerge setilipti. Setlipti. Mayfilmi? Bu mümkün emas. Dostum, urush odamni yirtqich hayvon qilib dalaydi. Sen de bak, bu qavranga tushgan birinchi changal topa. Crazy? Bergin. Bu kapitanni hamrohlari bilan qorong'u zindonga tashlab o'tinglar. Xo'p. Dermot, tez ket, ular seni tutamsın. Qaranglar, biz bilan kim bilir solinibdi. Pietrushmo ko'ngillikka. Sedabat! Taş tushgan ovozni oldinglarmi? Yo'q. Bu nimidi? O o'limdan qo'rqadigan joy o'xshaydi. Bu zanjirni uzib talamsiz. Sehri gücü, zincirni acizletishga yordamlash. Zincirni acizletishga yordamlash. Bu haqiqatan sehrlik bo'ldi. Beshim bek og'rib ketyotidi. Ular mening sehri kuchimni kontrol qilib olgan o'xshaydi. Rost, zehnimni markazlashtirmayapman. Siz ichvatdingizmi? Undaq emas. Men ichivatdim. Sizlarning bu qanotli do'stinglar meni boshlab keldi. Bu men deyman. Men ilish qo'midim. Sizlarni qutqizg'ili keldim. Qani, kelinglar do'stlarim. Qani. Men bilan men tez bo'lolmadimmi? Originally designed to defend. Azul uses them to attack. The first to die were our king and our queen. The princess is only their niece. She and Azul want to rule Coruscant. Your friend, happening along with his invention, just hastened Azul's plans a bit. Do you know how to activate these things? Urushdan qutulmoqqa tekmiz. Sizlar tezroq ketinglar. Bo'lmasa biz bilan birga o'lasizlar. Borisni tashlab ketamaymiz. Borismo urushni to'sayolmaydi. Bu yo'l nega bordi? Bu yerda mang'il bo'lmaydi. U koni xon o'rnisini tutishidi. Şimdi bak. Masak adamları. Tushundim. Bu yo'l sirtqi tutishidi. Shundoq. Bu narsalar ko'rasi orildi, qadimdan tartib saqlanib kelyapti. Bularni Azul ko'rib, texnik ishiltib urush quroli qilib oldi. Azul ishlatgan mexanizmlik texnika bizning hozirgi saviyamizdan ortiq. Mexanizm? Burun mudofiaga ishiltilgan. Azul hozir hujumga ishiltadi. Eng avval xon bilan xonishni o'ltirdi. Malika ularning jiyan qizi edi. U Azul bilan ko'rasi orlig'i hukmronlik qilmoqchi.
Dostunlarga ularning ko'z tushdi. Chunki uning kashfiyoti ularning maqsadiga mos keldi. Maqsadlarni qanday harakatga keltirdi? Bular bir xil kontrolg'uch orqali harakat qiladi. Kontrolg'uch bir tumar ichida saqlanadi. Azulning bo'yindagi tumarmi? Mayfel'nin hainlik qilishig'a men hergiz ishlamayman. Men ular bilan ko'rishiman. Derhalla men do'stlarimni ko'msam bo'lmaydi. Men ularni akkilay. Bo'ladi. Balkim sizning to'g'rida biroz uqishmaslik bo'layotgan o'xshaydi. Do'stlarim mendan yuz o'rmaydi. Biz jiddiylashib ketdik biroz. Jang qilgandan bakrak jiddiylashdik. Eliqi matrosni o'ltirdigan vaqti to'shdi. Avval ularni topayli. Nima? Ular qichibdi. Ketibdi. Ümitsizlikdan üstün turdi. Sen mitdin? Men. Nerto? Biz Borisni qutqizamiz. Avval bu o'tkaldan o'tsan. Bo'ptamsa. Men sen bilan Ayrim tushimiz. Boris. Men baxiyratsinaman. Qarovullar! Seni batam onun dostları. Bana haqiqiy kuyundi. Men sizga kuyinaman yigitdim. Sizlar bu qilqinglarning jazosini tortisizlar. neyimiz davatsa. Biz ularning harakat tartibini qayta tuzdik. Ular seni taki do'zax shaydab bordi. Odam qancha aqlli bo'lsa-mu, ba'zida o'zini ham tushunmaydi. Hech nimani bilmaydi. Sağlam bo'ldingizmi? Tumarni qaytirib-a. U buzilib qopti. Ular meni kuchli qiladi. Ular meni yer sharida qolsa odam qiladi. To'xta, o'tinib qolay. O'tinib qolay. Men o'lib ketaman. To'xta. Men ulug' odam. Huquq uchun mushu oxiratga qoldi. To'xta! Biz sening qurolingga ega bo'ldik. O'zini kira qilmaymiz. Boris. Kurasi arlada onsi qizga pichoq etishni yuktidi. Bu pichoq adam tamg'i mixtalaydi. Agar siz unda qilsangiz, men jinimni qochira olayman. Sindbad.
Ulug' Boris. Uzun dengiz safari bu ishlarni unutishingga yordam qiladi. İşini sen doğru dep gelsen. Qanday qarab turyapsan? İşim titildavatıdır. Hem işkime ayıplik. O'zingni ayblamayman. Agar qilib qolsang, podsho bo'lishing mumkin. Ehtimal padişah bo'lib qolattın. Lekin men siyosiy ishlarga faqat qiziqmayman. Siyosiy ishlarga qiziqmag'ining emas. Urush qolchilari sendan foydalanib ketdi. Bu saboqni asl ching tutishi kerak. To'g'ri. Men yanıla o'zimga mos kelgan ishimni qilay. Bir oddiy odam bo'lay. Bir qobiliyatli matros bo'l.